Assalomu alaykum do'stlar. Tonggi Moskva soat 6. Men esa ishga ketyapman. Stansiyada elektrichkada ketaman. Stansiyagacha 15 minutlar yo'l. Oldinlari Xabarovskda yashaganmiz. Juda sovuq edi. Qor yog'sa erimas edi. Moskva iliq bo'lgani uchun ham qor yog'sa erib ketaveradi. Lekin menga Moskva yoqadi. Katta shahar bo'lgani uchun emas. Havosiga chidasa bo'ladi-da. Sovuq ham emas, o'ta darajada issiq ham emas. Oldin qo'rqardim. Xavotir bo'lardi Moskvaga. Tanishim yo'q-ku. Endi bir Xabarovskka tanish orqali kelib qoldik deb, endi 2012-yil kelganmiz biz Xabarovskka. Keyin shunaqa imkoniyat bo'lib qoldi. Keldim. Yo'q, Xudoga shukr. Hech ham afsuslanmayman. Moskvaga kelganman. Agar kim mabodo boshqa shahardan Moskvaga kelishni o'ylayotgan bo'lsa, qo'rqmasdan kelsalaringiz bo'ladi. Hecham ikkilanmasdan kameramga qo'rqishib qoldim baba. Stansiyaga keldim. Liftda ko'tarilaman tepaga. Erta bo'lishiga qaramasdan odamlar juda ham ko'p. Telefonim orqasida troykam bor, shuning uchun qo'yib o'tib ketdim. Chiqib qoldim. Mana Moskvaga ham kelib oldim. Meni ishimgacha ham yana 10 minut peshqom yurib boraman. Xabarovskda yashaganimizda bir joyga yarim soatdan oshiq yurib ketsak, voydod derdik. Moskva uchun 1 soat hech narsa emas. Odamlar 3 soatlab elektrichkada kelishardi Moskvada ishlash uchun. Так, кстати, agarda siz mabodo boshqa shahardan Moskvaga kelishni xohlasangiz, sizni действующий deydi, ishlab turgan, haqiqatan hali srogi tugamagan patentingiz bo'lsa, voy patentim bor-ku, borib Moskvaga borib ishlayveraman desangiz, xato qilasiz, chunki hamma joyni o'ziga qonunlar o'ziga yarasha. Moskvada, Moskovskiy oblastda unaqa emas. Hattoki ishlab turgan patentingiz bo'lsa ham, qonuniy bo'lsa ham-da, siz kelasiz, kirdi chiqdi qilasiz. Agar siz Qozog'istonga yaqin bo'lsangiz, shu Qozog'istonga kirdi chiqdi qilib kelavering. Kirdi chiqdi qilasiz, undan keyin kelib boshqatdan yana patentga topshirasiz. Bu bir. Ikkinchidan, kim Moskvaga, Moskva oblastiga kelmoqchi bo'lsa, mabodo qorni tozalayapti. Kelmoqchi bo'lsa mabodo, albatta kelganingizdan siz migratsionga borasiz. Oldinlari birinchi kelganingizdan siz registratsiyaga qo'yardingiz. Undan keyin patentga topshirishga registratsiya chiqqandan keyin mana birinchi kelgandan Moskvaga registratsiyaga qo'yilardi. Registratsiya chiqqandan patentga topshirishga borilardi. Hozir unaqa emas. Hozir kelasiz, bu kunisiga
yoki o'sha kuni ertalab uchib kelsangiz, o'sha kuni borsangiz ham bo'ladi. Saxirovaga borasiz. Kelganingizdan bu kunisiga yoki borasizda o'sha yerda topshirasiz. Patentga to'liq topshirasiz. U yerda sizga amina skachat qiladi, gosuslugi skachat qiladi, o'rgatadi. Bu yerda ekzamen topshirasiz. Oldin topshirilgan ekzameningiz bo'lsa, menimcha o'tadi u. Agar hali srogi bo'lsa. Undan keyin meditsinadan o'tasiz, undan keyin patent topshirasiz. Bitta narsasini juda ham yaxshi qildi. Hozir kimgadir yalinib registratsiyaga qo'yib o'tirmaysiz. Qayerda yashayotgan bo'lsangiz, o'sha joyni aminani skachat qilasizda, o'sha joyni aminaga faqat lokatsiyangiz yonib turishi kerak. Registratsiyaga qo'yib qo'yasiz, bo'ldi. Mana shu narsadan Xudoga shukr ozod qilib qo'ydi. Migrantlar uchun bu juda katta plyus. Juda, chunki kimgadir pul berib registratsiyaga qo'ydirasizda, bazadan chiqmaydi. O'sha sizni registratsiyaga qo'ygan odam 1-2 haftadan keyin sizni chiqarib yuboradi-da, boshqa odamdan pulini olib, boshqa odamni registratsiyaga qo'yib qo'yadi. Hattoki sizni chiqarmasa ham bazadan chiqmaydi. Chunki bizni bitta do'st oilamiz bor. Akam o'rtog'i koreys bola. Shunaqangi zo'r O'zbekistonlik o'zi aslida, keyin shu yerga kelib yashab, hozir shu yerda qolib ketdi. Oila qurib. Shuni uyi bor. Biz oilamizni hammasini o'sha birodar Dima qo'yardi kvartirasiga. O'sha chin dildan xohlayapti bizga yordam berishni, meni aka-ukalarim. Lekin o'shanda ham shu bo'lmay qolardi. Bazadan chiqmay qolardi. Shunaqa muammodan hozir bizni ozod qilib qo'ydi. Lekin qayerni adresini ko'rsatib aminaga kirgizirgan bo'lsangiz, geolokatsiyangiz yoniq turishi kerak. Действительно, migratsionniy davlat o'sha joyda yashayapsizmi, ko'rib turish kerak. Agar siz geolokatsiyani yo'qib qo'yib, aminaga mana men допустим bu Alekseyevskiyda mana Rijskiy, qarang, Rijskiy 1 deyaptimi? 1/2. Men Rijskiy 1da yashayapman deb o'sha joyning adresini ko'rsatib qo'ysangiz, endi misol uchun aytyapman. Lekin geolokasiyangizda вообще boshqa narsani ko'rsatayotgan bo'lsangiz, yo'q. Sizni sразу annullировать qiladi. Shtraf to'lab yoki boshqatdan karta chiqdi qilishingiz kerak. Hozir жестко. Juda qattiq qilib qoldi, qattiq qoldi. Tekshiradi. Redlar ko'p juda Moskvada. Tanimsiz har bitta metroning oldida, har bir chiqish tarafida, elektrichkani har bir kirish-chiqish tarafida, metroni kirish-chiqish tarafida, ostanovkalarda 2, 3, 5-6 talab politsiya turadi, tekshiradi. Tekshiruv qattiq. Bu yerga kelganingizdan keyin albatta dokument qilishingiz kerak. Oldin dokumentsiz yurib, keyin hozirgi dokumentga boshqatdan topshirsangiz, ba'zida chiqmay ham qolishi mumkin. Kim biladi? Bu yog'i bizga noaniq nima uchun. Agar kirdi chiqdi qilgan bo'lsangiz ham chiqib ketdingizmi? 2 yil уже patentingizni srogi, 2 yillik srog tugagan bo'lsa, 90 kun yurib kelishingiz kerak. O'zbekistondami, Tojikistondami, Qirg'izistondami. Farqi yo'q. Mana men ukalarim, turmush o'rtog'im ishlaydi. Patent bilan ishlashadi. Ular ham Xudoga shukr, registratsiya besplatno bo'lib qoldi. Birinchidan bitta plyus, ikkinchidan kelib patentingizni pulini to'laydigan firmalar tomon ishlasangiz bo'ladi. Bizlarnikini firma to'laydi patentini. Juda yaxshi sidqi dildan ishlagani uchun firma to'laydi. Polностью, chunki patent juda qimmat, oyiga 10 ming. Tasavvur qilyapsizmi? 10 ming topishda o'zi bo'ladimi?
Sizlar bilan gaplashib sal bo'lsa o'tib ketay dedim. Ha. Keyin Moskvaga kelib, dokument qilmay ham ishlab yuraveraman deb umuman Rossiyaga kelib xato qilasiz. Shunaqa maqol borku, qaysi davlatga kelsang, o'sha davlatning qonunini hurmat qilsang, davlat seni hurmat qiladi. Davlatlar, qaysi davlatga borsangiz ham, o'sha davlatni qonunini hurmat qilib qo'ying, hurmat olasiz. Muammo bo'lmaydi, erkin ishlaysiz, qochib pisib yurmaysiz. Shunaqa do'stlar. Menda hozircha shunaqa gaplar. Mana Moskva juda ish ko'p, juda ish ko'p. Faqat ishlashni xohlagan odamga aytadi-yu, dangasa. Ko'chada sher bor, yomg'ir, qor yog'yapti deb uydan chiqmay o'tiraveradi deb. Mehnatkash esa hamma joyda ham rizqini teradi deb. Shunday qilib kuningiz xayrli bo'lsin do'stlar. Qayerda bo'lsangiz ham tinch, omon, sog' salomat bo'lingizlar. Men ishga yetib keldim.